müdiri turibdilar, aka nima ochmaysizlar? Siz nazorat qilmagansiz. Hozir mana elektr nimalar umuman ishlamaydi. Yog'ingiz ancha kam lekin. Kotletni ishlab bordik-da. 7 kilo yog'da-ya. Tayyor oldirib olgansizmi? Go'sht qani bu? Qaynatma sho'rva degan mana u o'zi qovurma sho'rva qildim degan. Qaynatma sho'rva deyilgan, bular qovurib qilgan sho'rva. 1 kilo 700 rasxod yozib qo'ygan. Quyon go'shti 20 kilo. Bu bo'tqanchida 20 kilo go'sht yo'q ekan. Bu o'zi rasxod bo'lgan bu. Ketgan rasxod bo'lib daftarda bolalar yedi deb hisobot ham berilib bo'lgan. Sutli kakao bermagan. Sariyog'li butil brod. Qani? Qani sinamas. Qo'y go'shtimi bilmaysiz? Oppoq go'sht. Lekin bu aniq mol go'shti emas. 4 kilo kirim qilyapsiz, yuk xatida 44 kilo yozilyapti. Bilmadim, siz o'zingiz olib shu yerga yashirdingiz. Ko'rib turdim men. Nima uchun bu yerga yashirib qo'ydingiz? So'rinimda yozgan vaqtlar bo'lmabdi-yu, lekin buni 6sigacha, buni 4gacha yozishga vaqtlari bo'libdi. Faqat bahona qilyapti, muzlatilganda o'sha edi. Kompot berdim deyapti, lekin sinama yo'q. Berganingizga ham ishonamayman. Nima hozir buni? Bizda sharoit yo'q. Yog'ni kam chiqishiga nima aloqasi bor? Qirg'ishda. Endi mana o'sini sanaymiz. Mana 139 ta ortiqcha. Nima buni bu yoqqa yashirib qo'ydilar? 2,5 kilo o'simlik yog'i bo'lish kerak. 8 kilo 147 gram. O'txun bu yoqdan ham merga qo'yib, makaronni qo'yib, ustiga bu makaronni ham qo'ydim. Makaron pastda turibdi. 5 kilo 600 gram yog' yo'q. Santin nimaligini bilmaydi. 626 nimaligini bilmaydi. Prezidenti buyrug'i deb o'tiribdi. Yana to'shni qilib 43 ta ustiga 13 ta terib ham qo'ydi. Xodimlar majburiy mehnatga jalb qilinibdi bugun. Nimasi remont bo'ldi? Rang berildi xolasmi? Rang berildi. Tomida bitta joylar bordi. 1 milliard 200 million pulga.